IELTS Writing Task 1 qismida eng ko'p tushadigan tasklardan biri bu line graph hisoblanadi. Hozir line graphga qanaqa qilib introduction yozsak bo'ladi, har xil yo'llar bilan ko'rib chiqamiz. Line graphlarda introduction yozish uchun juda ham ko'p variantlar va strukturalar bor. Men ularning 3 tasini tanlab oldim. Tushunishga osonroq va ishlatishga qulayroq bo'lganlarini. Bu uchalasi deyarli hamma line graphlar uchun ishlatsa bo'ladi. Vaziyatdan kelib chiqib, qaysi biri qulayroq bo'lsa, o'shanisini ishlatib ketaveramiz. Bitta-bitta tushuntirib beraman hammasini. Birinchi o'rinda line graph introductionlarda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa shartda berilgan introductionni paraphrase, ya'ni bu yerda shartida berilgan introductionda aytilgan the line graph below shows the number of books read by men and women at Burnaby Public Library from 2011 to 2014, ya'ni line graph ko'rsatadi o'qilgan kitoblarning sonini ayollar va erkaklar tomonidan Burnaby Public Library'da 2011-yildan 2014-yilgacha, ya'ni Burnaby Public Library'da ayollar va erkaklar o'qigan kitoblarning sonini ko'rsatar ekan bu line graph. Biz introduction yozishimiz uchun bu gapni paraphrase qilishimiz kerak. We need to paraphrase this sentence. Ya'ni bu gapni paraphrase qilishimiz kerak. Introduction yozishimiz uchun. Paraphrase qilish uchun birinchi o'rinda bizga kerak bo'ladi birinchi struktura, ya'ni the line graph degan so'zni qo'yamiz va shows degan o'zida berilgan so'zni almashtirishimiz kerak bo'ladi. Illustrates yoki gives information about. Agar u yoqda gives information about bilan berilgan bo'lsa, biz demak illustrates va showsni ishlatsak bo'ladi. Shu uchala so'zdan birini tanlaymiz. Undan keyin vaziyatga qarab turib the number, the quantity, the amount, the proportion, the percentage yoki the rate of larni tanlab qo'yishimiz kerak va oxirgisini ham yozib qo'ysak bo'ladi. Qolib ketibdi bu the share of. Va undan keyin noun yozamiz, place yozamiz, ya'ni qayerda bo'lganligi va period yozamiz. Period yozish uchun from to bilan oddiy yozib qo'ysak bo'ladi yoki between and bilan oddiy yozib qo'ysak bo'ladi yillarni, ya'ni shu yildan shu yilgacha yoki shu yillarni orasida deb turib. Boshqacha variantlar ham bor, lekin introduction uchun shart emas. Oddiyroq yozsak bo'laveradi. Bu uncha balimizga katta ta'sir qilmaydi. Introductionda juda ko'p emphasis berib yuborish shart emas, faqat to'g'ri paraphrase qilib, o'sha berilgan narsani to'g'ri ochib bersak bo'ladi. Fail bo'lib qolmaslik kerak bo'ldi. Demak, birinchi strukturani ko'rdik. The line graph shows yoki illustrates yoki gives information about ni qo'yamiz va gives information about ni qo'ygandan keyin the number, the quantity, the amount, the proportion, the percentage, the rate of lardan birini qo'yishimiz kerak. Bularni hammasini bir-biri bilan aralashtirib ishlatib bo'lmaydi. Masalan, bu yoqda books haqida gap ketyapti, ya'ni countable noun haqida gap ketyapti. Bu yerda biz the numberni, the quantityni ishlatsak bo'ladi. The amount, the proportionlar ishlatilmaydi. Proportion, percentage, rate, share'lar bular foiz shaklida berilgan paytda ishlatamiz. Number shaklida berilgan paytda ishlatmaganimiz yaxshiroq. Birinchi struktura orqali yozilgan introductionga e'tibor qaratamiz. The line graph illustrates the quantity of books read by male and female readers at Burnaby Public Library between 2011 and 2014. Ya'ni line graph illustrates ko'rsatadi kitoblarning sonini read by male and female readers at Burnaby Public Library. Kitoblarning sonini ko'rsatadi o'qilgan ayol va erkak o'quvchilar tomonidan Burnaby Public Library'da 2011-yil va 2014-yillar oralig'ida. Male and female readers degan narsani biz almashtirdik men and women ni o'rniga. Uncha ko'p narsa o'zgarmadi bu yerda. Number of ni almashtirdik the quantity of ga va men and women ni almashtirdik male and female readers ga. Ko'p narsa o'zgarmadi, struktura deyarli o'zgarmadi, faqat so'zlar sinonimga o'zgardi xolos. Endi ikkinchi struktura haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkinchi strukturada biz berilgan gapning strukturasini butunlay o'zgartirib olishga harakat qilamiz. Bu yerda nima berilgan? The line graph shows, illustrates yoki gives information about ni qo'yishimiz kerak. Undan keyin how much, how many dan foydalanamiz va noun, verb, object ni qo'yamiz. Bu struktura aktiv va passiv voice da kelsa bo'ladi. Ya'ni aktiv voice da ham, passiv voice da ham ishlatsak bo'ladi. Qanaqa qilib ishlatamiz bu strukturani? Ya'ni line graph ko'rsatadi qancha
deb turib keyin berilgan narsani qo'yishimiz kerak. Masalan, bu yerda ayollar va erkaklar tomonidan o'qilgan kitoblarning sonini ko'rsatadi line graph deb berilgan bo'lsa, demak biz ayollar va erkaklar tomonidan qancha kitob o'qilganligini ko'rsatadi deb yozsak bo'ladi. Shu yerda aytib o'tib ketish kerak, how much va how many ni farqini juda ko'pchilik biladi. How much ishlatamiz biz uncountable nounlar uchun. How many ni ishlatamiz countable nounlar uchun. Ya'ni sanaladigan va sanalmaydigan otlar bilan bu farq qiladi. How much va how many degan narsa. Bu yerda books haqida gap ketyapti, countable noun, shuning uchun how many degan narsani ishlatamiz. Active voice da qanaqa bo'ladi? The line graph illustrates how many books were read by male and female readers at Burnaby Public Library between 2011 and 2014. Bu active voice emas, demak passive voice bo'ladi. Bu uchun uzr, adashib ketdik. Bunisi endi active voice. Xo'p, passive voice da the line graph ko'rsatadi, ya'ni line graph ko'rsatadi qancha kitoblar o'qilgan ayol va erkak o'quvchilar tomonidan Burnaby Public kutubxonasida 2011-yil va 2014-yillar oralig'ida. Illustrates degan so'z tanlandi line graphdan keyin va how many books qo'yildi. How many books qo'yilganiga sabab, how many ishlatilganiga sabab, demak books countable bo'lganligi uchun. Were read by male and female readers, bu passive voice bildiruvchi simple passive voice bildiruvchi so'z hisoblanadi, ya'ni gap hisoblanadi. Qayerdaligini aytdik va qachonligini yozdik. Between dan foydalanishimiz sababi endi o'z-o'zidan bu yoqda from to bilan berilgan. Shuning uchun bu yoqda from to ni ishlatganligi uchun biz qaytadan yozmaslik uchun between ni ishlatib qo'ydik. Simple. Keyingi struktura active voice da yozilgan. Bu strukturani ishlatayotgan paytimizda biz gapni shaklini passive formdan active formga almashtirishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunga yozilgan versiyani ko'rib chiqamiz. The line graph illustrates how many books male and female readers read at Burnaby Public Library between 2011 and 2014. Ya'ni line graph ko'rsatadi qancha kitoblarni male and female readers, ya'ni ayol va erkak o'quvchilari o'qiganligini. Tarjima xuddi shunaqa bo'ladi. Line graph ko'rsatadi qancha kitoblarni ayollar va erkak o'quvchilari o'qiganligini shu kutubxonada 2011 va 2014-yillar oralig'ida. Bu passive voice esa line graph ko'rsatadi ayollar va erkaklar tomonidan qancha kitob o'qilganligini degan narsa bo'layotgandi. 3-strukturaga o'tamiz. 3-strukturada berilgan the line graph shows yana va illustrates degan narsa ikkalasidan bittasi tanlanadi va how something changed bo'ladi. Ya'ni line graph ko'rsatadi qanday nimadir narsa o'zgarganligini. Endi o'sha something ni yoki nimadir narsani o'rniga the number, the quantity, the amount, the proportion, the percentage, the rate yoki boya qo'shib qo'yganimizdek the share of something va place ni ham qo'yamiz. Qayerdaligini plus changed o'zgarganligini va oxirida period ni ham qo'shib qo'yamiz. Period ni qo'shayotgan paytda from to va between entlardan foydalanamiz. Xo'p, ko'rib chiqamiz bu struktura qanaqa ishlatilishini. The line graph illustrates, ya'ni illustrates degan narsa tanlandi bu yerdan. How, qanday, the quantity of books read by male and female readers, ya'ni ayol va erkak o'quvchilar tomonidan o'qilgan kitoblarning soni qanday o'zgarganligini degan narsa kelib chiqdi. The quantity of books read by male and female readers at Burnaby Public Library. Mana shu yergacha tanlab olindi. Changed. How something changed. Ya'ni how something changed bu qanday o'zgarganligi degani. Nima qanday o'zgargan? Ayollar va erkaklar tomonidan o'qilgan kitoblarning soni qanday o'zgarganligini ko'rsatadi shu yillar oralig'ida degan narsa kelib chiqdi bu yerda. Xo'p, bu 3ta strukturani ko'rib chiqdik. Uchinchisi ishlatishga osonroq, lekin tushunishga qiyinroq. Yaxshilab agar tushuna oladigan bo'lsak, bu bilan hamma line graphlarning introductionini yozishimiz ancha osonroq bo'ladi. Endi bu strukturalar orqali boshqa line graphlarga introduction yozib ko'rib chiqamiz. Bizda ikkinchi line graph weight expert haqida, ya'ni bug'doy ekspert haqida. Mana shartini o'qiymiz. The graph shows the difference in weight experts over 3 different areas.
line graph 3 ta har xil areadagi, 3 ta har xil hududdagi bug'doy eksportidagi farqni ko'rsatadi. Ya'ni bug'doy eksporti qanday o'zgarganligini ko'rsatadi yoki bo'lmasa bug'doy eksporti qancha bug'doy eksport qilinganligini ko'rsatadi deb yozsak bo'ladi yoki eksport qilingan bug'doy miqdorini ko'rsatadi deb yozsak bo'ladi. Uchala strukturaga ham biz ko'rib chiqqan uchala structurega ham buni qo'ysak bo'ladi. Biz ishlatdik, biz tanladik shunchaki how much degan strukturani hozir aytganimdek uchalasiga qo'yib yozsak ham bo'laveradi. Masalan, the line graph illustrates how much weight was exported in 3 regions from 1985 to 1990. Demak, graph illustrates how much weight was exported in 3 regions. Demak, qancha bug'doy eksport qilingan 3 ta regionda, 3 ta hududda deb berdik. Passive voice'da ishlatildi va weight uncountable bo'lganligi uchun how much degan narsa tanlandi. Endi bizda bu yerda qaysi hududdaligini qo'shib qo'yish yoki qo'shmaslik varianti turadi. Qanaqa qilib qo'shib qo'ysa bo'ladi. Endi qanaqa qilib deganda, ya'ni mana bu Australiya, Canada and European Community degan narsani regionsdan keyin qo'shib qo'ysak bo'ladi. Virgul qo'yib namely bilan. Namely deb turib sanab qo'yishimiz kerak o'sha joylarni, ya'ni Australiya, Canada and European Community. Yillarini yozib qo'yamiz oxirida. 1985-yildan 1990-yilgacha. Endi namely'ni o'rniga biz ishlatsak bo'ladi. Boshqa variantlarni ham, boshqa variantlar ham bor. Demak, virgul qo'yib turib namely'ni ishlatar ekanmiz. O'sha joylar, o'sha hududlar yoki o'sha turdagi narsalarni nomini sanab o'tish uchun. Ikkinchi variant such as bilan yozsak bo'ladi. Uchinchi variant including bilan yozsak bo'ladi. Deyarli farqi yo'q. Bularni almashtirib ishlatsak bo'laveradi. Keyingi narsa e'tibor qaratishimiz kerak. Bu yerda bug'doy eksporti million tonnada berilgan. Ya'ni biz body yozayotgan paytimizda har bitta raqamlarni yozayotganimizda million tonna degan narsani takrorlashimizga to'g'ri keladi. Shuni takrorlamaslik uchun introduction davomidan units are measured in millions of tons degan narsani yozib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni ko'rsatkichlar o'lchanadi million tonnada. Bu yordam beradi body part yozayotgan paytimizda qayta bu narsani yozmasligimiz uchun. Keyingi grafga o'tamiz. Keyingi graf the line graph below shows the oil production and consumption in China between 1982 and 2006. Line graph Xitoydagi oil ishlab chiqarish miqdorini va iste'mol qilish miqdorini ko'rsatadi deb berilgan. Ya'ni bitta ikkita liniya, bittasi production, bittasi consumption haqida gapiryapti. Bu line graph yozish uchun biz how something changed degan strukturani tanladik. Boya yana qaytarib aytaman, aytganimdek, uchala struktura bilan ham yozsa bo'lar edi. Shu udobni tuyuldi va har xillaridan ishlatmoqchi bo'lib turib shuni tanladik. The line graph illustrates how the rate of oil production and consumption changed in China from 1982 to 2006. Line graph ko'rsatadi, illustrates how the rate of oil production and consumption changed. Line graph ko'rsatadi oil ishlab chiqarilish va iste'mol qilish miqdorini qanday o'zgarganligini degan tarjima chiqdi Xitoyda va 1982-yildan 2006-yilgacha. Bu changed degan narsani bu yoqqa yozib qo'ysak ham bo'laveradi. In China changed. To'g'riroq bo'ladi bu. In China production and consumption yonida turgani ma'qulroq, chunki bu imminni shu Chinada sodir bo'lgan production va consumption rate degan narsa. Ikkinchi variantimiz ham bor. The rate of oil production and consumption o'rniga how oil production and consumption rate degan narsani bu yoqqa qo'shib qo'ysak ham bo'ladi. In China. Hech qanaqa o'zgarish yo'q. O'sha sentence
o'sha balli oladi. Bu katta ahamiyatga ega emas. Rate'ni bu yoqqa qaytarib qo'ysak ham, hozir aytganimdek, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Faqat struktura almashyapti xolos. Bunaqa variant ham bor deb aytib qo'ymoqchiman. Demak, the rate of oil production and consumption in China ketaveradi. Bunda ham mana qo'shib qo'ydik. Units are measured in millions of oil barrels per day. Buni mana bu yoqdan oldik. Ya'ni bir kunlik uchun million tonnadagi oil barrel. Ya'ni o'sha barrel bu oilni o'lchanadigan ko'rsatkichi. Shuni units are measured deb yozib qo'ysak bo'laveradi. Keyingi grafga o'tamiz. The graph below shows the number of tourists visiting a particular Caribbean island between 2010 and 2017. Line graph ko'rsatadi qaysidir Caribbean Islandga kelgan turistlarning sonini 2010-yil va 2017-yillar oralig'ida. Bu yerda biz how something changed degan strukturani tanladik yana. The line graph illustrates, mana o'sha tushunganinglardek illustrates qo'yildi va how o'zi joyida turibdi. Nima o'zgargan? The number of visitors coming to a Caribbean island o'zgargan. Bu so'z yozildi va changed mana bu yerga qo'yildi. Hammasi oddiy. Bu yerda yillarni between bilan berganligi uchun biz from to ni ishlatdik. Endi visitorsni demak turistni visitorsga o'zgartirdik sinonimga. Visitingni coming ga almashtirdik. So'zlarni agar osonroq bo'ladigan bo'lsa, agar uyerin bo'ladigan bo'lsak, sinonimlarini bilishimizga almashtirsak bo'ladi. Lekin har doim emas, bir xil paytda so'zlarni sinonimga almashtiraman deb boshqa umuman o'sha ma'noni anglatmaydigan so'z yozib qo'yishimiz ham mumkin. Shuning uchun oddiy so'zlar bilan bu narsani bemalol qilsak bo'ladi, bajarsak bo'laveradi. Keyingi va oxirgi line graphga e'tibor qaratamiz. Bu yerda future tasvirlangan, ya'ni 2040-yil ham bor. Bunga qanaqa introduction yozamiz? The chart below shows Japan's population by age groups starting in 1960 and including a forecast to 2040. Chart ko'rsatadi Yaponiyaning aholisini yosh guruhlari bo'yicha 1960-yildan boshlab va taxminlar ham bor 2040-yilgacha deb berilgan. And including bilan beryapti bu narsani. Biz qanaqa yozamiz introductionni? Bu yerda boshqacharoq struktura ishlatdik. Shu boshida berilgan 3 ta strukturadan boshqacharoq the line graph illustrates changes in the share of three age groups in Japan's population starting from 1960 with a prediction until 2040. Line graph ko'rsatadi o'zgarishlarni in turib nimada bo'lgan o'zgarishlarligini yozib qo'ydik. Ya'ni bu strukturani ham yozib ketaman. The graph shows changes in deb turib noun qo'ydik va in bilan place qo'ydik va oxirida periodni yozib qo'yamiz. Bu endi oxirgi struktura. Buni ham ko'p joylarda ishlatsak bo'ladi. Demak, line graph ko'rsatadi, shows o'rniga illustrates qo'ysak ham bo'ladi. Boya aytganimdek, line graph ko'rsatadi changes, ya'ni o'zgarishlarni, nimada bo'lgan o'zgarishlarni deydigan bo'lsak, endi mana changes bu yerda turibdi. In the share of three age groups in Japan's population. Yaponiyaning aholisidagi 3 ta yosh gruppasidagi ulushdagi o'zgarishlarni ko'rsatadi. Starting from 1960-yildan boshlab degan narsa turibdi va with a prediction until 2040. Bu predictionlarni, ya'ni future'ga bo'lgan narsalarni qo'shish uchun ishlatiladi. O'zlari berilgan shartida including a forecast bilan qo'shgan. Mana bu narsani ham ko'rib olsak bo'ladi. Bu struktura changes in something degan struktura, ya'ni graph shows changes in something degan strukturani hozir ham uchratiga agar e'tibor beradigan bo'lsanglar, undan oldingi berilgan shartida difference in bilan berilgan narsa bor edi. Mana the graph shows difference in weight experts, ya'ni shunga o'xshash struktura. Mana buni olamiz. Shunga o'xshash struktura, oxirida yozgan struktura va faqat bu yerda graph shows difference o'rniga biz
changes deb yozib qo'ysak bo'ladi. Va in wait exports bu yerda qanaqadir something bo'ldi yoki qanaqadir noun form bo'ldi va over 3 arrays bu please bo'ldi. Oxirida albatta periodni qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi. Introduction shundan iborat. Boshida aytganimdek boshqacha strukturalar bilan yozsa ham bo'ladi. Maqsad berilgan narsani to'g'ri paraphrase qilib berish va fail bo'lib qolmaslik. Juda ko'p, juda qiyin narsa yozish shart emas. Oddiy, simple yozish kerak va tezroq yozish kerak introductionni iloji boricha. Agar 4 minut, 5 minutdan ko'p vaqt ajratadigan bo'lsak introductionda, demak oral va body partlarda ancha yutkazib qo'yamiz vaqtdan.